hech o'zingizda nafas yetishmasligi, yurak urishi tezlashib ketishi, xuddi hozir o'lib qolaman degandagi holatlarni sezganmisiz? Yoki bo'lmasam nimadandir kuchli qo'rquvga tushish, nimadandir kuchli panika holatiga tushish, tomoqda tiqilish hissi, nafas yetishmayotgandagi, havo yetishmayotgandagi his, tanada turli titroqlar, sovib ketish, isib ketish, uvishishlar yoki bo'lmasam muskullardagi taranglashish hissi, kutilmaganda insonda paydo bo'ladigan vahima, o'lim qo'rquvi, aqldan ozish, kuchsizlik, energiya yo'qligi, ko'krak qafasida xuddi qandaydir tosh yoki bo'shliq turganday his sizda kuzatilganmi? Bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki videoda nevroz bo'yicha eng klinik asosli bilimlarga ega bo'lasiz, to'g'ri tushunchaga ega bo'lasiz va undan qanday qilib butunlay xalos bo'lish yo'llarini bilib olasiz. Agar bu videoni oxirigacha ko'rmasangiz, siz nevroz bo'yicha eng asosiy bilishingiz kerak bo'lgan narsadan quruq qolib ketasiz va nevroz oxirigacha tuzalib bo'lmaydigan kasallik deb o'ylab kutilayotgan 20 yil hayotingizni shunchaki mazza qilib yashab emas, balki tirik bo'lib hayotingiz sifatiga juda ham yomon ta'sir qiladigan bu tashxis keyingi kuningizda ham sizni hamrohingiz bo'lib qolishi mumkin. Bir yilgacha nevroz tashxisi o'tkir nevroz ko'rinishida bo'ladi. Yildan yilga u surunkali ko'rinishga o'tadi. Surunkali nevrozni psixoterapiyasi va davolash oddiy o'tkir holatdagi nevroznikidan farq qiladi. Borgan sari siz qancha ko'p nevrozda yursangiz, shuncha ko'p davomli bosqichma-bosqich psixoterapiya qilish kerak bo'ladi. Nevroz insondagi nevrotik reaksiyalardan boshlanadi. Agar u o'z vaqtida psixoterapiya qilinmasa, inson borgan sari ko'proq va ko'proq nevrotik reaksiyalarga moyil bo'lib qoladi va borib shaxs o'zgarishlari unda ketadi va inson nevrotik shaxsga aylanadi. Shaxs o'zgarishlarini esa psixoterapiyasi davomliroq bo'ladi. Nevroz haqida gap ketganda nima uchundir juda ham ko'pchilik insonlar bu fe'l-atvorni kuchsizligi, bu xarakter, bu hattoki iymon kuchsizligi deb aytishadi. Aslida esa nevroz bu bir atama bo'lib, u o'z ichiga bir necha o'nlab tashxislarni oladi va bu tashxislar ruhiy buzilish tashxislari. Eng ko'p uchraydigan ko'rinishlari albatta bu panika xurujlari, generalizatsiyalashgan tashvishli buzilish, agorafobiya, sotsiofobiya, turli fobiyalar, obsessiv-kompulsiv buzilish, ya'ni nevrozni tashvishli buzilish ko'rinishi mana shu demak tashxislarni o'z ichiga oladi. Albatta, xavotir har doim o'zi kelmaydi. Juda ko'p vaziyatlarda u depressiya bilan birgalikda keladi va trevogali, depressiyali buzilishlar ham demak nevrozni ichida bor. Nevroz aslida nima? Oddiy qilib aytganda bu insondagi ruhiy va hissiy zo'riqishlar uni vegetativ asab tizimini kuchli zo'riqtiryapti va mana shu zo'riqqan vegetativ asab tizimi haddan tashqari faol ishlab ketyapti. Ya'ni ma'lum bir hayot uchun xavf yo'q, lekin miya xavf yo'q paytda ham xavf paytda ishga tushiradigan evolyutsion programmani ishga tushirib yuboryapti. Ya'ni bizni miyamizda qo'rquv markazi bor. Qo'rquv markazi qachonki hayotimiz uchun qanaqadir xavf ko'rsak ishga tushadi va u 3 ta asosiy evolyutsion programmani boshlab yuboradi. Bu qaysi programmalar? Ya'ni xavf paytida biz xavfga nisbatan kurashishimiz mumkin, ya'ni ur reaksiyasi, yoki bo'lmasam xavf paytida biz xavfdan qochishimiz mumkin, ya'ni qoch reaksiyasi yoki qotib qolishimiz mumkin. Tasavvur qiling, qadimiy masalan hayotni misol qilib oladigan bo'lsak, mana bitta sher hamla qilmoqchi xuddiki insonga. Inson o'sha vaziyatda xavfni baholaydi. Qochishga ulgursa, uzoqroqda turgan bo'lsa, u qochadi yoki bo'lmasam yaqinida turgan bo'lsa, u kurashishi mumkin bu hayvon bilan yoki shok holati bo'lib qotib qolishi mumkin. Ya'ni bu programma, bu qo'rquv markazi bizni amigdala qismimiz, limbik tizimimiz bu miyamizni evolyutsion bizda shakllanib kelgan qismidir. Hozirgi kunda bizni hayotimizda yirtqich hayvonlar yo'q. Hayotimiz uchun to'g'ridan to'g'ri xavf yo'q, lekin bizni o'ylayotgan panik xavotirli fikrlarimiz
bizni qo'rquv markazimizni ishga tushirib yuboradi. Ya'ni nevroz nima, panika xuruji nima? Bu qachonki sizni hayotingiz uchun real xavf yo'q, lekin sizni vegetativ asab tizimingiz shu qadar charchagan ruhiy va hissiy zo'riqishlardan, u endi hech qanaqa xavf bo'lmaganda ham boyagi uchta programmani ham ishga tushirib yuboryapti va shuning uchun sizni tanangizda turli xil simptomatikalar bo'lyapti va siz o'ylayapsiz bu simptomlar juda ham xavfli. Ya'ni inson deylik, misol qilib panika xurujini oladigan bo'lsak, o'zini tanasidagi mana shu shikoyatlari, simptomlari, takikardiyasi, bosh aylanishi yoki bo'lmasam titrash, sovqotib ketish, isib ketish, shu kabi simptomlarni bu qanaqadir bir xavfli yomon kasallikni bir boshlanishi bo'lsa kerak, men bilan qanaqadir qo'rqinchli narsa bo'lyapti deb baholaydi vaziyatni va shuning uchun xavf borligi uchun emas, mana shu talqin, mana shu noto'g'ri baho ta'sirida qo'rquv markazi ishga tushib ketadi va bu panik aylana sikl davom etaveradi. Nevroz tashxisida tanada funksional o'zgarishlar, ya'ni turli simptomatik o'zgarishlar bor. Bu simptomlar real, bu simptomlarni bemorlar o'ylab topmagan, ya'ni juda ham ko'p vaziyatlarda bemorlarni nimadir bezovta qilyapti va bemorlar tor soha mutaxassislariga, deylik kardiolog, yurak bilan o'zgarish bo'lganda, deylik endokrinolog, vahima va nafas bilan o'zgarishlar bo'lganda yoki umumiy amaliyot shifokori, terapevtlarga murojaat qilishi mumkin va tekshiruvda hech qanday, demak, sabab topilmayapti. Nima uchun? U yoki bu bezovtalik insonda borligiga va insonni o'zida ham asosan uni yaqinlarida ham shunaqa yondashuv bo'ladi nevroz bemorlarimizga nisbatan. Sen o'zingni qo'lga ol. Chunki qara, hammasi joyida san bilan. Shunchaki asablaring charchagan va o'zingni qo'lga olishing kerak, irodali bo'lishing kerak. Hammasi o'z qo'lingda. Yoki bo'lmasam san bahona qilyapsan, san bilan hech qanaqa aslida muammo yo'q degan fikrlarni bildirishadi. Lekin bu shikoyatlar tanada qandaydir bir xavfli muammo borligi uchun unda bo'lmayapti. Aksincha, ruhida, nerv tizimida, asab tizimida ruhiy va hissiy zo'riqishlar bo'lgani uchun bo'lyapti. Albatta, nevroz har doim ham ruhiy, hissiy, doimiy yillar davomida zo'riqqan vegetativ asab tizimidan emas, qanaqadir reaktiv stressdan ham paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni insonni ruhiyati dosh bera olmaydigan kuchli qanaqadir stress vaziyat. Reaktiv stress natijasida ham albatta nevroz shakllanadi. Lekin baribir juda ham ko'p holatlarda nevroz uzoq vaqt davom etgan surunkali stressdan, ichki ziddiyatlardan, qondirilmagan ehtiyojlardan va turli xil psixotravmatik holatlardan kelib chiqadi. Nevrozga uchragan insonlarni, shaxslarni tabiatiga, o'ziga xosligiga ahamiyat bersak, ko'pincha bu insonlar nozik tabiatli, yumshoq tabiatli, ta'sirchan, xavotirga, shubhaga, ikkilanishga moyil bo'lgan va o'ziga nisbatan ishonch hissi kamroq bo'lgan insonlar bo'lishadi. Agar siz o'zingizdagi vahima xuruji, sotsiofobiya, agorafobiya holatlari, qo'rquvlar, vahima, panika xuruji, panik buzilishlardan to'liq xalos bo'lishni xohlasangiz, OKR, ipokondriya, turli nevrozni tashvishli ko'rinishlardan batamom qutulishni xohlasangiz, sizga psixoterapiya onlayn dasturimni tavsiya qilaman. Uydan chiqmasdan turib, shunchaki internet yordamida bir kunda yarim soat vaqt ajratib, yuqoridagi keltirilgan muammolardan bir necha oyda to'liq xalos bo'lish imkoniyati sizda bor. Ushbu psixoterapiya dasturi haqida to'liq ma'lumot olish uchun izohlarni diqqat bilan o'qing. Qanday qilib nevrozni aniq, kafolatli, to'liq davolash mumkin? Aslida nevrozni muvaffaqiyatli davolash uchun shifokor, psixoterapevt bemor holatini baholashi juda ham muhim. Va davolash usullari faqatgina psixoterapiya emas, kerakli paytda farmakoterapiyadan ham foydalanamiz, ya'ni dorilardan. Chunki inson kuchli xavotir, vahima, qo'rquvlar ichida yoki o'ta tushkunlik paytida bo'lganda biz unga psixoterapiya o'tkaza olmaymiz. Shuning uchun haqiqatdan ham nevrozni mohirona davolay oladigan mutaxassis insonni motivatsiyasini, holatini to'g'ri baholay oladi va kerakli paytda dori vositasidan foydalanib, insonni ruhiy holatini birozgina bo'lsa ham barqarorlashtirib, keyin psixoterapiya o'tkazadi.
Psixoterapiya bu juda ham katta yo'nalish va u o'zini ichiga juda ham ko'p psixoterapiya maktablarini oladi. Ya'ni davolovchi yo'nalishlar juda ham ko'p. Lekin misol qilib aytadigan bo'lsam, masalan, vahima xuruji, ya'ni nevrozni tashvishli buzilishlari, agorafobiya, ya'ni inson o'zida panika xuruji bo'lgani uchun uzoq joylarga bora olmasligi yoki qanaqadir joylardan o'zini himoya qilishi, uydan chiqa olmay qolish holatlari yoki sotsiofobiya, ya'ni boshqa insonlar bilan muloqotdagi qiyinchiliklar, ya'ni bu insonlar meni baholashi mumkin, ularni oldida fikrimni erkin bildirishga qo'rqsam-da, jamiyatda qiyinchiliklar bo'lsa, insonlar bilan munosabatda, bu har doim insonda xavotir, tashvish va qo'rquv borligini, panika borligini bildiryapti. Masalan, mana shunaqa vaziyatlarda birinchi o'rinda biz klinik va ilmiy tasdig'ini topgan psixoterapiya davolash usuli, ya'ni kognitiv xulq-atvor psixoterapiyasidan foydalanamiz. O'zimni psixoterapevtik tajribamdan kelib chiqib sizga shuni ayta olaman. Nevroz va uni o'z ichiga oluvchi ayniqsa tashvishli buzilishlar to'liq psixoterapiya yordamida davolash mumkin bo'lgan, sog'ayish mumkin bo'lgan holatlardir. Lekin bu psixoterapiya birinchi o'rinda qadamma-qadam bajariladi, bosqichma-bosqich bo'ladi. Deylik, panika xurujida birinchi o'rinda insondagi simptomlarga nisbatan qo'rquv, turli tanadagi simptomlar, shikoyatlar, bezovtaliklarni yo'q qilish uchun biz simptomlarga yo'naltirilgan terapiya qilamiz. Kognitiv xulq-atvor psixoterapiyasi bo'yicha. Deylik, bu 1 oy muddatni o'z ichiga oladi. Insonda vahima xurujini davomiyligi, soni kamaygandan keyin, vahima xurujiga nisbatan insonning qo'rquvlari kamaygandan keyin biz terapiyani davom ettiramiz. Ya'ni vahima xuruji bu nevrozni bir ko'rinishi. Nima uchun bu insonda nevroz paydo bo'ldi? Ana endi 2-oyda biz insondagi simptomlarni davolash bosqichidan keyin qolgan muammolari bilan ishlaymiz. Bu asosan doimiy xavotir hissi bo'ladi. Xavotirli fikrlash yoki insonni nevrozga olib kelgan uni fe'l-atvori bo'lishi mumkin, yo'q deyishga qiynalish, past samootsyenka, o'ziga nisbatan ishonch yetishmasligi yoki boshqa ichki turli ziddiyatlar, ichki konfliktlar bo'lishi mumkin. Va biz 2-oy psixoterapiyada insondagi ana o'sha qolgan muammolar bilan ishlaymiz. 3-oy biz ko'proq terapiyada urg'uni shaxsiy rivojlanishga qaratishimiz mumkin. Ayniqsa men juda ham foydali deb bilaman shaxsga yo'naltirilgan rekonstruktiv psixoterapiyani aynan 2-3-oylarda mana shu yo'nalishda psixoterapiya qilib, insonni nevrozga olib kelgan xulq-atvori, ichki konfliktlari va turli travmalari bilan ishlash o'rinli deb hisoblayman. Nevrozda asosiy davolash usuli birinchi navbatda psixoterapiya, kerakli paytlarda farmakoterapiya, ya'ni dori vositasi hisoblanadi. Nevrozni davolashdagi eng asosiy, juda ham ko'pchilik yo'l qo'yadigan xatoliklar nimalar? Mana shu ruhiy muammolarni, ya'ni nevroz va nevrozga xos bo'lgan turli tashxislarni psixoterapiyasiga alohida o'qimagan bo'lsa, bilim va ko'nikmalarga ega bo'lmasa, klinik, tibbiy, psixolog bo'lmasa, u nevroz tashxisini noto'g'ri davolab qo'yishi mumkin. Nevrozni davolash uchun, masalan, meni qabulimga kelguncha bemorlarim qanaqa usullarda eng ko'p adashishadi? Demak, simptomlarni yo'qotish uchun bu bolalik travmasi bilan ishlash. Bu turli meditativ praktikalarni amalga oshirish, mixda turish terapiyasi, shukronalik daftari yoki bo'lmasam 1 yoki 2 gipnoz seansi, psixolog bilan suhbat, ya'ni shunchaki suhbatlar yordamida bu tashxisdan chiqish yoki boshqa turli usullar. Bu yuqorida sanab o'tilgan usullar insonda panika xuruji, turli simptomatikalar bo'layotgan paytda o'rinli emas. Birinchi navbatda insonni bezovta qilayotgan simptomlari va panik fikrlari bilan ishlash kerak bo'ladi. Bundan tashqari, bemorlarimiz menga ko'z tegib qoldi shekilli yoki jin tegdimikin deb o'ylab, domlalarga murojaat qilishlari mumkin. Bo'lib ham bu amaliyotni bir necha yil uzoq muddat bajarib, o'zlarining holatlarini yana ham chuqurlashtirib olishlari mumkin. Mana bu yuqoridagi videoni diqqat bilan ko'rsangiz, bu mavzuda men
man juda ham to'liq, batafsil gapirganman, juda ham ko'p foydali ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Holatingiz bo'yicha to'g'ri tavsiyalarga ega bo'lish uchun diagnostik konsultatsiyaga murojaat qilishingiz mumkin. Diagnostik konsultatsiyam haqida to'liq ma'lumotlarni izohlarda o'qishingiz mumkin bo'ladi. Kanaldagi boshqa videolarimni ham diqqat bilan ko'ring, chunki bepul juda ham katta bilimga va ko'nikmalarga ega bo'lasiz. O'z holatingiz bo'yicha eng to'g'ri klinik tavsiyalarni olasiz.